ChatGPT va Pilotni ko'rib chiqqanimizdan so'ng, endi ushbu sohadagi boshqa asosiy raqobatchilarga nazar tashlab ko'ramiz. Birinchi raqobatchi Google kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan Gemini modeli hisoblanadi. Uning 3 xil varianti bor. Mobil qurilmalarda ishlashga mo'ljallangan kichik modeli, bugun tajriba o'tkazadigan o'rta model va ko'pincha kompaniyalar tomonidan ishlatiladigan katta model. Ushbu amaliy tajribada biz Geminini virtual yuridik yordamchi sifatida sinab ko'ramiz, ya'ni undan xizmat ko'rsatuvchi provayder bilan hamkorlik qilish niyatida ekanimizni hisobga olgan holda ma'lumotlarni oshkor qilmaslik to'g'risidagi kelishuvni tayyorlashni so'raymiz. Mana biz unga bergan so'rovning mohiyati. Kontekst: men keng qamrovli teledastur uchun provayder sifatida prodyuserlik agentligi bilan shartnoma tuzmoqchi bo'lgan teleboshlovchiman. Vazifa: iltimos, ushbu provayder bilan hamkorlik qilish chog'ida foydalanish mumkin bo'lgan ma'lumotlarni oshkor qilmaslik to'g'risidagi kelishuvni tuzing va uning qonuniyligi hamda xavfsizligini ta'minlanishi uchun muhim maslahatlarni ham kiriting. Shu orqali biz Geminining NDA loyihasini qanday yaratganini kuzatishimiz mumkin. U taqdim etgan hujjatning tuzilishiga qarab, uning barcha standart bo'limlarini o'z ichiga olganini, zarur yuridik qismlar bilan to'ldirilganini ko'rish mumkin. Shuningdek, u bizning so'rovimizda keltirilgan kontekst va talablar asosida aniq va maqsadga muvofiq shaklda ishlangan. Endi biz kelajakda tuziladigan NDA hujjatlarimizni ana shu namuna asosida tayyorlashimiz mumkin.